Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda ko'chaga yoki bo'lmasa hovlingizda ichiga qo'yiladigan chiroqlarni mana bunaqa o'rnatmoqchiman hozir. Shu chiroqlarni fotoreliga ulashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, oddiy va tushunarli bo'ladi. Fotoreli nima deydiganlar uchun fotoreli mana shu narsa bo'ladi. Fotoreli nima degan savolga to'g'ri javob beradigan bo'lsak, fotoreli bu kech bo'lganga svetni o'zi avtomatik yoqadi, kunduzi bo'lganga o'zi o'chiradi, yorug'likni sezadigan relay deydik. Xuddi mana shu narsa bo'ladi, yorug'likni sezadigan relay. Ana bu relayni ulanishiga keladigan bo'lsak, bu relayni tanlab olishingiz kerak. Svetingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha kuchlirog'ini olishingiz kerak. Mana bunaqa svet, misol mana bu 0,2 amper. Mana bu 10 ampergacha kuchlanishni ko'taradi. Agar mana shunaqa svetdan pashti 80 ta qo'ysak ham mana bu bemalol o'chirib yo'q oladi. Ana endi bu yerga mana hammasiga instruksiyasi ham bor. Hammasiga mana shu yerga yozib qo'yadi. Mana bu N L A degan. Mana bu N, mana bunga N yozilgan. Bu massa minus deydik. Minus. Mana bu L, mana bu plus bo'ladi. Mana bu nagruzichniy kabel. Mana shu imенно svetni plusiga ulanadi. Svetdan keladigan plusga ulaysiz. Mana uladigan deylik. Keyin mana bu minus, endi hammasiga bor minusda mana shu yerga ulanadi. Oddiy qilib tushuntirsam. Ana endi bu relay ishlashi uchun mana bu plusni pramoy tokka ulanadi. Keyin mana bu minusdan bittasini olib, uni minusga ulaysiz, ishlaydi. Davay ishlatib ko'ramiz hozir. Mana ulagan bo'ldi, xuddi mana shunday bo'ladi ko'rinishi, izolenta o'ralgan. Hammasiga mana bu plus, yana bitta eslataman. Mana bu ko'ki minus, N degani minus bo'ladi. L plus. Bu A yozilganda bu svetni plusiga keladi. A svetni minusi pramoy uchachikka yoki bo'lmasa hamma joyga turgan minusga ulab qo'yilaveradi. Ayni tekshirib ko'ramiz buni. Hozir yonmasligi aniq, lekin yo'li bor. Mana hozir tokka tiqqanman, tok kelib turibdi. Endi buni yonishi uchun bunga qorong'ulik qilish kerak. Relay o'ylash kerak, kech bo'ldi deb. Mana kech bo'ldi o'ylashlik uchun mana shu korobkani o'ylab topdim. Shu korobkani relayga kiydiramiz. Mana ko'rgan bo'lsanizlar, yonni kech bo'ldi deb. Endi olamiz. Qanchadir sekunddan keyin o'zi o'chadi. Bunga hech narsa kerak emas. Yana bitta maslahat, mana bu svet tushadigan joyga mana bu relayni qo'ymasligingiz kerak. Svet primer mana shu yerga qarab turgan bo'lsa, orqasiga relay turish kerak. Yo svet pastga qarab turgan bo'lsa, ustga relay turish kerak. O'ziga oydin qilib, yonib qaytib o'chaveradi, yonib qaytib o'chaveradi. Mana yana bir marta ishlatib ko'rsataman. Xuddi mana shunaqa. Svetni ham o'chirib ko'ramiz. Xuddi men aytgan voqea bo'ladi hozir. Mana svetni o'chirdik. Yana bitta svet qoldi, uni ham o'chirish kerak ekan. Bu svetni o'chiramiz, yoqqa qaratamiz. Mana yondi o'zi. Mana xuddi men aytgan voqea bo'lyapti endi. O'zidan o'zi men hech teginayotganim yo'q. Bu relay ishlayapti, kech bo'ldi deb, svet yonganiga oydin bo'ldi, o'chyapti. Xuddi mana shunaqa voqea bo'lmasligi uchun svetni yorug'i tushmaydigan joyga datchikni qo'yishlarini maslahat beraman. Hammaga rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing.